Behi qadimdan ma'lum bo'lgan meva. Uning mevasi murabbo va sharbat sifatida iste'mol qilinadi. Yaproqlari bo'yoq va kosmetika sanoatida, shuningdek tibbiyotda qo'llaniladi. Tibbiyotda behi daraxtining mevasi va gullari qadimda atirdan tortib asalgacha turli mahsulotlarda ishlatilgan. Rim sivilizatsiyasida esa u romantik munosabatlarda sadoqat ramzi sifatida sovg'a qilingan va muhabbat timsoli deb hisoblangan. Behi O'rta Yer dengizi va Osiyo mamlakatlarida 4000 yildan ortiq vaqt davomida yetishtirib kelinadi. Asosan salqin iqlimlarda o'sadigan bu meva sariq rangi, ko'rinishi chiroyli va juda xushbo'y. Urug'idan tortib yaprog'igacha inson salomatligiga katta foyda keltiradi ekan. To'qlik hissini beradi ekan. Behining 5 ajoyib foydasini ko'rib chiqamiz. Behining birinchi foydasi: shamollashdan himoya qiladi. Kuz-qish oylarida pishib yetiladigan behining ozuqaviy qiymati kunlik C vitamini ehtiyojining chorak qismini qoplay oladi. Shu tariqa ayniqsa sovuq qish oylarida iste'mol qilinganda behi gripp va shamollash infeksiyalariga qarshi ma'lum darajada himoya beradi. C vitamini mis, temir, kaliy va magniyga boy bo'lgani uchun u immunitetni mustahkamlaydi. Organizmdagi yallig'lanishni kamaytiradi va mumkin bo'lgan virusli xurujlarga nisbatan qarshilikni oshiradi. Behining ikkinchi foydasi: vazn yo'qotishga yordam beradi. Behi shakar indeksi past bo'lgan meva sanaladi, ya'ni qondagi shakar miqdorini tez ko'tarmaydi. Shuning uchun diabeti bor bemorlar va parhez tutayotganlar uchun sog'lom va to'g'ri tanlov hisoblanadi. Tarkibidagi yuqori miqdordagi tolalar sabab uzoqroq vaqt to'qlik hissini beradi va vazn tashlash jarayonini qo'llab-quvvatlaydi. Parhezda shirinlikka muqobil narsa qidirayotganlar uchun behini qaynatib yoki bug'da pishirib iste'mol qilish tavsiya etiladi. Mutaxassislar uni kundalik meva sifatida yoki tamaddi tarkibiga qo'shib iste'mol qilishni maslahat berishadi. Behining uchinchi foydasi: kamqonlikka yaxshi ta'sir qiladi. Behi tarkibida temir miqdori yuqori bo'lgani uchun u qon hujayralari ishlab chiqishini oshiradi. Kamqonlik muammosi bo'lgan odamlarda behi iste'mol qilish temir tanqisligini kamaytirishga yordam berishi mumkin. Mutaxassislar har kuni bitta behi yeyishni tavsiya qilishadi, biroq me'yorni oshirib yubormaslik muhimligini ham ta'kidlashadi. Behining to'rtinchi foydasi: terining yosh va tarang ko'rinishiga yordam beradi. Behining tarkibida qizilqon hujayralari ishlab chiqilishi uchun zarur bo'lgan temir, mis va rux minerallari ko'p. Behini muntazam iste'mol qilish qizilqon hujayralari ishlab chiqarilishini ko'paytiradi va qon aylanishi orqali tashlanadigan kislorod miqdorini oshiradi. Shu yo'l bilan hujayra va to'qimalarga ko'proq kislorod yetib borishiga yordam beradi va natijada teri yoshroq, tarangroq va sog'lomroq ko'rinadi. Behining beshinchi foydasi: hazmni yengillashtiradi. Behi ichak harakatlarini faollashtiradi va tarkibidagi fenolik komponentlar hisobiga hazm tizimini tartibga solishga yordam beradi. U organizmdan toksinlarni chiqarishga ko'maklashadi. Shuningdek, yuqori tolali tuzilishi sabab peristaltik harakatlarni kuchaytirib, qabziyat muammosini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. Shuni unutmangki, har qanday oziq-ovqat singari behini ham me'yordan ortiq iste'mol qilish noxush ta'sirlar berishi mumkin. Behi sog'lom meva bo'lsa-da, ayrim kam uchraydigan holatlarda zararli yon ta'sirlar ham ko'rsatish ehtimoldan xoli emas. Qon bosimi yuqori bo'lganlar va doimiy dori-darmon qabul qiladiganlar behini iste'mol qilishdan avval shifokor bilan maslahatlashib olishlari kerak. Ichki itishi, ya'ni diareya muammosi bo'lganlar uchun behini haddan tashqari ko'p iste'mol qilish ma'qul emas. Chunki tarkibidagi tolalar tufayli ich ketishini kuchaytirishi mumkin. Esda tuting, hamma narsa singari behini ham yetarli me'yorda iste'mol qilganda eng foydali bo'ladi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlash uchun like bosing. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Shunda yangi videolarimizdan xabardor bo'lib borasiz.
Izohlarda fikringizni yozib qoldirsangiz juda xursand bo'lamiz.